İyi otamo'lar chiqadi hozir. Assalomu alaykum barchaga. Xo'p. Yana bir marta ekskavatorimiz sotilyapti. Bu safar bu ekskavatorimiz Olmaliqqa ketyapti. Hozir ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xo'p, demak, ko'rib turganinglar Fora W10 model komplektida hop shu narsasi qo'shib beriladi. Shunisi ham bo'ladi. Ko'pchilik aytayapti, bu narsasi boshqalarda bo'lmaydi degan ma'noda. Bu narsasi lekin ichida va kulchavoy narsalari ham ichida bo'ladi. Xo'p. O'zini og'irligidagi yukni ko'tara oladi. 860 kilogrammgacha bo'lgan yuklarni bemalol ko'tara oladi. 1.2 1.3 metrgacha shu kavlash xususiyatiga ega. Xo'p, qolgan o'rganiladigan narsalarini YouTube kanalimizda qo'yganmiz. Video boshlarida bir ko'rsanglar, o'sha yerdan ham o'rgansanglar bo'laveradi. Xo'p, videoda oxirlarida xo'p, qanday yuklangan o'sha narsalarni ko'rsatib o'tamiz. Baklari polniy qo'yib beriladi. Hamma narsasi o'zining ichida bo'ladi. Mana chiroyli holatda joylashtirib berilgan. Buni ham nasib qilsa Olmaliqqa boribmi, xudo xolasa videolar qilib qo'yamiz. Demak, keyin yana buni beton teshadigan narsalari ham bo'ladi. O'shani adashmasam $800 atrofida edi. Uni ham birinchi qo'ygan videolarimizda ekskavator obzor deb video joylaganmiz. O'sha videoning ichida bor edi. Yana bir ikkita ma'lumotlar. Ko'pchilik bir inson aytganda, shu narsasi mustahkam bo'ladi. Ya'ni oldidagi yuki tortib ketmasligi uchun mana shu narsadan qilingan. Juda ham baquvvat va mustahkam bo'ladi. Ikkinchi narsasi, ko'pchilik boshqa ekskavatorlarda bular ham plastmassa bo'lar ekan. Bular xitoylik uchun temirdan bo'lgan, tepadan narsalar tushib ketsa ham hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni minayotgan odamning xavfsizligi uchun juda ham yaxshi qo'l keladi. Keyingi uchinchi afzalligi shu narsa edi. Boshqalarga qo'shib berilmaydi deb o'zi sotib olgan odam bizga aytishgan. Keyingi yana bitta afzallik taraflaridan bittasi old orqaga qissa bo'ladi. Ya'ni ketayotgan odam o'ziga moslashtirib, misol uchun oyog'ini uzunligiga, qisilib qolmasligiga shu narsalarni ham e'tiborini qilsa bo'ladi, to'g'rilasa bo'ladi. Yana ichida shu Toshkent bo'ylab dastavka qilib berish imkoniyati bor. Qolgan viloyatlarga ham kelishilgan holatlarda chiqarib beriladi. Ekskavatorlarimiz hozir shu Olmaliq shahriga ketyapti. Yana qanaqadir savollar bo'lsa, so'rasanglar bo'laveradi. Kommentariyani o'zidan yoki telefon qilsanglar ham bo'ladi. Tepaga Telegram kanalga ham ulab olsanglar bo'ladi. Hop, YouTube kanal bor, Verago kanali. O'sha yerga o'tib olsanglar, obunachilari 1000 ta bo'lgandan keyin hozir 400 taga yaqinlashib qoldi. O'sha yerda ham hop sovrin qo'yilgan $50 yoki $100. Nasib qilsa shu 1000 ta obunachilar ichidan bir kishiga xudo xolasa o'sha nasib qoladi. Xullas shunaqa gaplar, ma'lumotlar. Shu yerga telefoningizni qo'yib olasiz, xohlasangiz bu yerga ichadigan suv quvlaringizni qo'yib olsangiz ham bo'laveradi. Bemalol maza qilib ishlarni qilsanglar bo'laveradi. Umumiy ma'lumotlar shulardan iborat edi. Yana qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol so'raverasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Mana yo'lga chiqyapti. Yana to'liq obzorlar YouTube kanallarimizda bor. Bemalol o'tib ko'raverasizlar. Olmaliqqa ketdi. İyi otamo'lar chiqadi hozir.